Endi bemalol sanasi mumkin bo'ladi. 5, 6, 7, 8. Yine 10 ming so'm. Gördüysizlar shunday. Hammaga assalomu alaykum. 4 kunlik avtomobilchilar bugun 31-iyul. Haftamizning juma kuni girgan juma ayyomingiz muborak bo'lsin do'stlar. Xudo xolsa bugun 4 yil bozorindamiz. 4 yil bozorindagi sara ertalabki narx-navoni qo'llangancha ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangizlar pastda obuna bo'ling degan tugmasiga turganmiz do'stlar. Obunani bosib, like'larimizni bosib turarsa, kommentariyga bizdan neden görüp oturganlaringizni yozib qoldirsangiz mumkin bo'ladi do'stlar. 4 yil bozorindagi ertalabki narx-navoni sizlar bilan ko'rib o'tamiz do'stlar. Musafirdan görüp oturgan obunachilarimiz uchun valyuta kursini bilsak, 100 AQSh dollarimiz 1 million 200 ming so'm, rublimiz 140 ming so'm, Qozog'iston tangasi do'stlar 24,5 ming so'm bo'lib turgan do'stlar. Bu valyuta kurslari 31-iyul xotinga göre bo'ldik. Assalomu alaykum. Apalar harmanglar. Chekinachi so'm bo'ldi ekan? Chekidalar 15. 15 dan bo'ldi. Damash tutdimi? Damash tutdi. So'm nega? 6 dan litri 6 dan bo'ldi. Yaxshi rahmat apa. Ganda bir dana mayaklar bor. Apa assalomu alaykum. Mayak so'm ekan? 600 dan bo'ldi. Endi bemalol sanasi mumkin bo'ladi. 5, 6, 7, 8. Yine 10 ming so'm. Gördüysizlar shunday. 25, 12 dan bo'ladi. Bananlar. Apa assalomu alaykum. Bananlar 20 mingdan bo'ladi. Bu shaftallar? 12 dan bo'ladi do'stlar. Bemalol kelarsa. Yaxshi apalar, savdolarsa baraka. Ya do'stlar, bemalol ko'rib kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. 4 yil bozorning oldidan chiqsanglar, klient bo'ling, xoh sotuvchi bo'ling, pullarni yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu tarafda narxni ochishga turibdi. Bemalol ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Apa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz harmon? Narxni ochishga turibdi degan toza yashirlar. Aytib beraring apa. Yaşırlar 8 ming ekan do'stlar, toza yashirlarning ajoyib bo'ladi. Yaxshi rahmat apa. Üzümçü so'm apa, assalomu alaykum. Üzümler. 15. Üzümler 15, 12 bo'ladi. Apelsinlar? Apelsinlar 25. Balmolar? 5 ming so'm alma. 5 ming so'mdan bo'ladi do'stlar. Shaftallar ne? Shaftallar 10 mingga. Shaftallar 10 ming so'mdan. Bugun yukla keldimi? Ha? Yukla keldim. Havo tarqatib. Tarqaldimi o'zi? Bularmi? Shaftalimi? Havo. 6 ming so'm ekan do'stlar. Ajoyib bo'ladi. Tuklar ne? 5lik. Tukli shaftallar do'stlar 5 ming so'mdan bo'ladi. Yaxshi rahmat apa. Assalomu alaykum baba. Yaxshi savdo. Lavlagan so'm ekan? 4 ming. Lavlaga 4 mingdan, karchikalar ne? Ha bular. Karchikalar 5 dan. Toza yashir. Yashirlar 5 dan ekan. Bodring zo'rku, va bodring chizim. Badringdan. Qarang ajoyib bo'ladi. Bodringlar ham 5 ming so'mdan. Pomidorlar? Pomidorlar 3 ming so'mdan. Toza piyozlar ne? Piyozlar 4 ming so'mdan ekan. Yaxshi rahmat apa. Bruslar boqasizmi apa? Lazer alangan nedan boshlaymiz? Bu nima brush bu? Bular lazer sırıkı. Aha. 7 ming. 7 mingdan lazer sirka bo'ldi. Havo. Bular yine elenge. Havo. Elenge beşli. Bular so'mga. Bular 15 ming. Aha. Bular lazerini özü 20 ming. Lazer zo'ri 20 ming. 18 dan tushirsak. Lazerin sırıkı yağından bu. Ha. Ve bular yine 8 ming so'mlik birinchilar bu ikisi. Orta biri. Bular 8 dan bo'ladi. Endi bular yine 10 ming. Bu nima bular? Nökes. Nüksene. Bular 10 dan ekan. Ha bu lazer ne? Lazer şu yağından. Yo'q, lazerdan bular. Benden ola bu. Bu ikisi bir. İkisi bir rang. Yeni bular yine 12'lik, 11 veremiz. Bemalol ko'rsatasiz mumkin bo'ladi. Yani lazerlarni alanga ko'z tikkan hozir. Alanga ko'z tikmasi? Alangalarni nuks brushdan narxini ko'rib o'tdingizlar. Apam Messi do'stlar. Bu katta Zidanmi, no? Zidanning oldida joylashgan bo'ladi. Umriga ko'p turmayversin yanında. Adasi nima deyapti?
Hepsini gördük internette de. Gelenmiler? Bemalol gəlişəsi gün bağlı olsa, xulaq qalsı toçlar gəlsənglər, arzan baxada gəlişdib bərəllər. Tamam. Kilo alsam gəlişdib bərəsə, kanalına etik kəsə. Tamam. Gələrəsə. Aypa rəhmət, sağlansa bərəkə. Abunaslar 4 yıl bazarındaki ertələbki nəxtini olan görürdüsə, videomuz haqqımızda olsa bemalol like-lan bastırıb 4 yıl bazarına gəlişəsi gün bağlı dostlar. Kanalımıza abone olub qoşulmanlar, xuda qalsa sizlərə zorpalar ikiləni, interesli videolarını tez-tez çıxarıb bəsə hərəkət etəmiz dostlar. Bunda videomuzda ikiliyimiz sağ bulunlar, sağlık bulunlar, sizə bilən 4 gün nəxtini var. Kanala bul dostlar.